Hammaga salom. Bugun juma. Hammaga juma muborak. Men eskidan taniydigan bir dugonam oldiga ketaman. Ismi Katie. 35 minut yo'lda yashaydi. Yo'lda ozgina o'zimanda tog'ara qilib bormoqchiman. Donatmi, nima olib boraman hozir. Uyini yaqinda remont qilgan edi. Ikkita qizi bor. Ololmayman-ku, lekin privacy degandek hozir donatlar olib gul olsam kerak. Chunki bilmayman, gul olgim keldi. Rosa yaxshi qiz. Qoyil qolaman sabriga, toqatiga. Anglichanlardek emas ko'pincha bu yerda majority, to есть ko'p anglichanlar bu yerda taltaygan, sal dangasaro, ishdan qochar, shunaqa qizlar bo'ladi. Atak bu boshqa glinadan qilingan shekli. Xullas o'zbek qizlariga o'xshaydi. Mendan kichkina, 4-5 yoshga, lekin birga ishlaganmiz bitta joyda. O'shandan beri o'sha где-то 10-15 yildan beri aloqadamiz. Xullas, bo'ladi-yu, uzoq yaqin qarindoshingizni, o'rtog'ingizni ko'rganda dilingiz rohatlanadi-yu. Har gal uchrashsam, u bilan shunaqa ощущение bilan ketaman. Keyin yana yo'q bo'lib ketamiz ikkalamiz, uy tashishi, hayot tashishi, bir xabar olganda ikkalamiz bir-birimizdan uchrashamiz deb qolamiz. Bir ikkita farzandi bilan chuvalashib obычно ko'chaga chiqardik, qanaqadir kafe emasmi, nimami. Gal uyga chaqirdi. Uyda uchrashamiz, chunki unga shunaqa osonroq hozir. Shunga ketyapmiz. Hammaga ajoyib juma. Barcha o'qigan duoinglar, o'qigan namozinglar, Qur'oninglar, hamma o'qigan Alloh uchun savobinglar qabul bo'lsin. Xullas shunaqa. Sevgi ulashinglar.